Yunus surasi. Makka da nozil bo'lgan bu sura 109 oyatdan iboratdir. Suraning 40, 94, 96 oyatlari Madinada nozil bo'lgan. 98 oyatida Yunus alayhissalom qavmi haqida so'z ketgani uchun sura Yunus deb nomlangan. Makka xalqi o'z ichlaridan bir odamning payg'ambar bo'lishiga ishonmaydi va Alloh Abu Talibning yetimi Muhammaddan boshqa bir payg'ambar topolmadimi deyshadi. Hech bo'lmasa obro' e'tiborli, boy va mansabi baland kishining payg'ambar bo'lishini muvofiq ko'rardilar. Shunda ushbu sura nozil bo'lgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Alif Lam Ra. Bu muqattot harflar ma'nosi Alloh taologa xosdir. Ulardan nimani iroda qilgan bo'lsa, o'zi biladi. Bu suraning oyatlari hikmatli Qur'onning oyatlaridir. Ayo xalqqa ular orasidan bir odam Muhammad alayhissalomga kofirlarni Xudoning azobidan qo'rqit, mu'minlarga xushxabar bergilki, ularning najot topishlari uchun Parvardigor nazdida sodiq va'da bor va yaxshi amallar evaziga yaxshi ajr bor deb aytishni vahiy qilsak, ajab ko'rinadimi? Kofirlar esa albatta bu Muhammad oshkora jodugardir deb aytdilar. Albatta Parvardigoring shunday zotdirki, osmonlar bilan yerni 6 kunda yaratdi. So'ngra arshga mutavajjih bo'ldi. Alloh taolo har bir ishning tadbirini ko'radi, ya'ni qiladi. Qiyomat kuni uning iznisiz biror kishi shafaat qila olmas. Magar Xudo ruxsat bergandan so'ng shafaat qilur. Mana shu ta'rif qilingan Alloh sizlarning Parvardigoringizdir. Shunga ibodat qilinglar. Ayo bu oyatlardan pand nasihat olmaysizlarmi? Hammangizning boradigan joylaringiz Allohning huzuridadir. Bu xususdagi Xudoning va'dalari haqdir. Albatta avval boshda barcha narsani uning o'zi yaratgan, so'ngra musulmon bo'lgan, yaxshi amallar qilgan zotlarga adolat bilan ajr berish uchun qiyomat kuni yana qayta yaratur. Kofirlarga kufrlari sabab qaynoq suvdan sharob va ham alamli azob tayyorlab qo'yilgandir. Parvardigor shunday zotdirki, oftobni ravshan, ziyo taratuvchi qildi, oyni nurli yaratdi. Sizlar yillarning adadlarini, ro'zalaringiz va iddalaringiz hisobini bilishlaringiz uchun ularning harakatiga burchlar va manzillar taqdir qildi. Alloh taolo ularni olamning tadbiri va intizomi uchungina yaratdi. Alloh taolo oyatlarini dono kishilar uchun bayon qilib beradi. Albatta kecha va kunduzning birin-ketin kelishlarida, osmon va yerdagi ajoyibotlarning yaratilishida Xudodan qo'rquvchilar, taqvodor muttaqiylar uchun Xudoning qudratiga dalolat qiluvchi nishonalar bordir. Albatta kofirlar munkirdirlar. Qiyomatda biz bilan muloqiy, ya'ni ro'baro bo'lishni hayollarga ham keltirmaydilar. Shu dunyodagi hayotga rozi bo'lib, dillari taskin topgandir va bizning oyatlarimizdan g'ofildirlar. Qilgan kasblari tufayli ularning joylari do'zaxdir. Albatta iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan jamoalarning iymonlari barokotidan Parvardigor jannatda tagidan anhorlar oqib turadigan maqomlarga yo'l ko'rsatadi. Jannatda jannat ahlining duolari shuki, ey bor Xudoyo, poklik sengadir. Yana jannatda duolari bir-birlariga salom berishdir va oxirgi so'zlari, ya'ni duolari shudir: Parvardigori olamga shukr qilurmiz. Agar Alloh taolo odamlarning xayrli duolarini ijobat qilishga shoshilganidek, duoi badlarni ijobat qilishga ham shoshilsa edi, albatta ajallari yetib hammalari halok bo'lgan bo'lar edilar. Bas biz qiyomatda bizga muloqiy bo'lishga umid qilmaydigan, ishonmaydigan kofirlarni o'z hollariga tashlab qo'yurmiz. O'zlarining gumrohliklarida, sargardonliklarida yuraversinlar. Ya'ni biz ularni tezlik bilan
halok qilmaymiz. Vaqtiki insonga biror kulfat yetsa, yotganda ham va turganda ham bu kulfatdan najot so'rab duo qiladi. Qachonki biz duosini mustajob qilib kulfatni undan ko'tarsak, bizni esidan shunday chiqarib yuboradiki, go'yo unga kulfat ham yetmaganday, u to'g'rida hech qanday duo ham qilmaganday. Haddan tajovuz qiluvchilarning amallari shu kabi o'zlariga yaxshi, chiroyli qilib ko'rsatib qo'yildi. Biz sizlardan oldin o'tgan zamon ahllarini ham o'z zamonlarda jabr va jafolar qilganliklari uchun halok qildik. Payg'ambarlari mo'jizalar ko'rsatgan bo'lsa ham iymon keltirmadilar. Bizlar gunohkor qavmga ana shunday jazo beramiz. Sizlar qanday amal qilishlaringizni ko'rish uchun u zamon davrlar o'tgandan so'ng ularning o'rniga sizlarni yer yuziga xalifa qildik. Agar sizlar ham ularga o'xshash zolim bo'lsangizlar, sizlarni ham yo'q qilib, boshqalarni sizlarning o'rnlaringizga olib kelamiz. Vaqtiki kofirlarga ravshan oyatlarimiz tilovat qilinsa, qiyomatga munkirlar bizga bu Qur'ondan boshqa Qur'on olib kel yoki bu Qur'onni o'zgartir deyishdi. Ey Muhammad alayhissalom, ularga aytgil, Qur'onni o'z tarafimdan o'zgartirishim joiz emas. Xudoy taolo menga nimani buyursa, o'shanga tobedirman. Men Parvardigorga nofarmonlik qilishda qiyomat kunidagi ulug' azobdan qo'rqaman. Kofirlarga aytgilki, Xudo mening sizlarga Qur'onni tilovat qilmasligimni xohlasa edi, men sizlarga tilovat qilmagan bo'lar edim va sizlarni bu Qur'ondan ogoh ham qilmagan bo'lardim. Men sizlarning ichingizda bundan payg'ambar bo'lishimdan ilgari 40 yil umr kechirdim. U davrda Qur'on ham yo'q edi va men ham sizlarga hech narsa demagandim. Xudoning bu hikmatlariga nima uchun aqllaringizni ishlatmaysizlar? Xudoga yolg'on tuhmat qilgan yoki oyatlarga munkir bo'lgan kishidan zolimroq odam bormi? Bu xil gunoh qiluvchilar albatta najot topmaydilar. Kofirlar Xudo qolib qo'llaridan manfaat va zarar kelmaydigan butlarga ibodat qiladilar va aytadilarki, mana shular, ya'ni butlar Xudoning huzurida bizning shafaat qiluvchilarimizdir. Aytgil ey Muhammad alayhissalom, Xudoni yerda ham, osmonlarda ham u bilmaydigan, uning ilmi ta'alluq topmagan, siz shafaatchi deb bilgan narsalardan ogohlantirasizlarmi? Alloh taolo kofirlarning muqarrar qilgan shiriklardan pok va ulug'dir. U insonni xalq qilgandir, yaratgandir. Hamma bir dinda edi, hamma Xudoni yakka va yagona bilar edi. Keyin botil e'tiqodlar paydo bo'lib, ixtilof qildilar. Ahli kufr va ahli islom bir-biridan ajraldi. Agar lavhul mahfuzda kofirlarning azoblarini oxiratga qoldirishga hukm bo'lmaganda edi, o'rtalaridagi ixtilof Parvardigor tomonidan shu dunyoda hal qilingan bo'lardi. Ya'ni ahli kufrni halok qilib, ahli haqni qoldirgan bo'lardi. Kofirlar Muhammad alayhissalomga aytadilar, nima uchun biz talab qilgan mo'jiza Xudo tarafidan nozil bo'lmaydi? Bas ularga aytgilki, mo'jizaning nozil bo'lishi yo bo'lmasligi g'ayb ishlardandir. Uning ilmi Parvardigorga xosdir. Qachon nozil qilishni o'zi biladi. Bas muntazir bo'lib turinglar. Men ham sizlar bilan birga muntazir bo'lguvchilardanman. Vaqtiki biz Makka ahliga qattiq qahatchilikdan keyin marhamat qilib farovonlik bersak, bizning bu oyatlarimizga yomon gumon va yomon andisha qiladilar. Aytgil ey Muhammad alayhissalom, Alloh taolo sizlarning qilgan makrlaringizga tezlik bilan jazo beradi. Albatta, bizning maloikalarimiz sizlarning qilgan makrlaringizni yozib turadi. Parvardigor shunday zotdirki, sizlarni quruqlikda va daryoda sayr va sayohat qildiradi. Hatto sizlar kemalarga tushib sayohat qilasizlar. Kema ularni olib muvofiq shamolli harakat qiladi. Kemaning ichida xursand bo'lib turganlarida nogoh ularga qattiq shamol keladi. Daryoda har tarafdan mavj ko'tariladi. Mavjlar tarafidan o'ranib olinganliklarini gumon qiladilar, ya'ni aniq sezadilar.
Kemalar g'arq bo'lish holatida qolganda Xudoga duo qilib, xolis unga ibodat qilmoqchi bo'lib ahd qiladilar. Aytadilarki: "Ey Parvardigoro, agar bizlarga bu balodan najot bersang, shukr qilguvchilardan bo'lardik." Vaqtiki Xudo taolo duolarni mustajob qilib, bu balodan najot bersa, ular hamma narsani, ya'ni Allohning lutfini eslardan chiqarib, yana nohaq zulm qila boshlaydilar. Ey kofirlar, bu zulmlaringizning zarari o'z nafslaringiz ziyonigadir. Endi tirikligingizda dunyoning ozgina manfaatidan bahra olinglar. So'ngra qaytishingiz bizning oldimizga, huzurimizga bo'ladi. Biz sizlarni qilgan amallaringizdan ogohlantiramiz va jazo beramiz. Dunyo tirikligi hayotining sifati misoli shunga o'xshaydiki, go'yo osmonlardan yomg'ir yog'dirdik. Unga odam va hayvon yeydigan giyoh, o't, o'lanlar aralashdi. Hatto yer o'zining ziynatini hosil qildi, ya'ni giyohlar ko'kardi. Yer ahli endi biz yerdan foyda olishga va hosillarni ko'tarishga qodirmiz deb gumon qildilar. Nogoh xoh kechasi, xoh kunduzi xarob qilishga bizning hukmimiz sodir, ya'ni joriy bo'ladi. Bas u yerni shunday holga aylantiramizki, unda na daraxt va na giyoh, hech narsa yo'q. Go'yo ilgari hech narsa ekilmagandek bo'lib qoladi. Insonning dunyodagi hayoti shunga o'xshaydi. O'z hayotining nashu namosidan va javon yoshligidan foydalanaman deb turgan holida o'lim kelib bu orzulardan mahrum qiladi. Aqlli, fikr qiluvchi qavmga qudratimizni mana shunday bayon qilib beramiz. Alloh taolo bandalarni shunday amallarga targ'ib qiladiki, Dorussalom tarafiga, behishga dohil bo'lishlariga sabab bo'ladi. Alloh taolo xohlaganini hidoyat yo'liga soladi. Alloh taolo yaxshi amallar qilgan zotlarga bu dunyoda yaxshiliklar ato qiladi. Oxiratda savobini 10 baravar ziyoda qilib beradi. Yuzlarini qoralik va xorlik o'rab olmaydi. Ana o'shalar jannat egalaridirlar. Unda abadiy qoladilar. Hayotlarida gunohni kasb qilgan kofirlar jamoasiga gunohlariga muvofiq jazo beriladi, ziyoda berilmaydi. Yuzlarida xorlik g'ubori paydo bo'ladi. Xudoning azobidan biror bir panoh beruvchi, jazodan saqlab qoluvchi bo'lmaydi. Yuzlari shu qadar qora bo'ladiki, go'yo qorong'u kechaning bir bo'lagi o'rab olgandek. Ular do'zax ahlidirlar va unda abadiy qoladilar. Qiyomat kuni barcha mushriklarni bir joyga to'playmiz. Keyin mushriklarga aytamiz: "Sizlar bizga shirik qilgan butlaringiz bilan bir joyda turinglar." Bas o'rtalarni judo qilib turib mushriklardan so'raymiz: "Nima uchun butlarga ibodat qildingizlar?" Mushriklar aytadilar: "Bu butlar bizni o'z ibodatlariga targ'ib qildilar." Butlardan so'raladi: "Nima uchun targ'ib qildingizlar?" Butlar go'yo bo'lib aytadilarki: "Sizlar bizga ibodat qilganingiz yo'q, biz sizlarni ko'rganimiz ham yo'q. Bizda til ham yo'q edi, sizlarni qanday targ'ib qilardik? Sizlar bilan bizning o'rtamizda Xudo guvohdir. Biz albatta sizlarning ibodatlaringizdan g'ofil edik." U joyda har bir nafs, ya'ni jon qilgan amallarning jazosini tortadi. Ularning hukmi barcha ishlarni tasarruf qilguvchi Parvardigorga topshiriladi. Qiyomatda bizga shafiy bo'ladi degan butlari ularni tark etib yo'q bo'lib ketadi. Ey Muhammad alayhissalom, kofirlardan so'ragil: "Sizlarga kim osmondan va yerdan rizq beradi? Ayo ko'zlaringizga va quloqlaringizga kim molikdir? Ya'ni kim yaratgan? Kim tirikni o'likdan paydo qiladi va o'likni tirikdan chiqaradi? Kim olamning intizomini boshqarib turadi?" Bas kofirlar senga javob beradilar: "Bu narsalarni tasarruf qilguvchi Xudodir." Bas sen aytgilki: "Shunday bo'lsa nima uchun Xudodan qo'rqmaysizlar va amrini bajo keltirmaysizlar?" Bas sizlarga ana shu Allohdirki, haqiqatan Parvardigoringizdir. Mana shu haq yo'ldir. Bundan boshqasi gumrohlikdir. Bas endi yuzlaringizni qaysi tarafga o'girasizlar? Chunki xudolik bir Allohga xosdir. Allohning hukmi fosiqlarning ustida sobitdir.
ularni xohlaganidek jazolaydi, chunki ular hargiz iymon keltirmaydilar. Ey Muhammad alayhissalom, mushriklarga aytgil: Xudoga shirik qilgan butlaringizdan qay biri bir maxluqni avval yaratib, o'lgandan keyin yana qayta tiriltira oladi? Sen aytgil: faqat bir yolg'iz Xudo maxluqlarni avval boshlab xalq qiladi, keyin ular o'lib, yo'q bo'lib ketganida yana qaytadan tiriltiradi. Bas qaysi tarafga burilasizlar? Sizlarga lozim narsa shuki, Xudo tarafiga burilinglar. Aytgil ey Muhammad alayhissalom, Xudoga shirik qilgan butlaringizdan qaysi biri xalqni haq tarafiga hidoyat qiladi? Hech qaysisi hidoyat qila olmaydi, balki hammasi ojizdir. Sen mushriklarga aytgil: faqat yolg'iz Allohning o'zi haq tarafga hidoyat qiladi. Sen mushriklardan so'ragil: itoat qilishga haq tarafiga hidoyat qiluvchi zot Alloh loyiqmi, yoki o'zi ham yo'l topa olmaydigan va boshqalarni ham hidoyat qila olmaydigan butlar loyiqmi? Sizlarga ne bo'ldi? Aqllaringiz bormi? Qanday hukm chiqarasizlar? Kofirlarning ko'plari gumonlarga, ya'ni xayollarga nima kelsa shunga ergashadilar. Lekin gumon Xudoning ma'rifati xususida hech narsani ifoda etmaydi. Albatta, Alloh taolo kofirlarning fe'liga donodir. Bu Qur'on biror inson tarafidan to'qib chiqarilgan emas, balki Xudo tarafidan o'tgan kitoblarni tasdiq qilish uchun nozil bo'lgan hamda bandalarga shariat ahkomini bayon qilish uchun kelgandir. Bu Qur'onning Parvardigori olam tarafidan nozil bo'lganiga hech shak shubha yo'qdir. Balki kofirlar aytadilar: bu Qur'on bir inson, ya'ni Muhammad alayhissalom tarafidan to'qib yozilgandir. Sen ey Muhammad ularga aytgil: unday bo'lsa fasohat va balog'atda Qur'onga o'xshash biror surani to'qib olib keltiringlar. Agar bu da'volaringizda sodiq, ya'ni rostgo'y bo'lsangizlar, Xudodan boshqa kimni olib kelishga qodir bo'lsangiz, yordamga chaqiringlar. Yo'q, ularga hanuz Qur'onning ta'vili, ya'ni mohiyati va haqiqati zohir bo'lgani yo'q. Ular fahmlari yetmagan narsani yolg'onga chiqarmoqdalar. Shunga o'xshash ilgari o'tgan ummatlar ham payg'ambarlarni takzib qilgan edilar. Bas o'sha zolimlarning oqibatlari qanday bo'lganini fikr qilib ko'r. Mushriklar orasida Qur'onni tasdiq qiladigan shaxslar ham bor. Ularning orasida Qur'onni tasdiq qilmaydigan odamlar ham bor. Vaholanki Parvardigoring mufsidlarning holini biluvchi donodir. Ey Muhammad alayhissalom, agar kofirlar seni yolg'onchi desalar, ularga aytgil: mening amalim o'zim uchun, sizlarning amallaringiz o'zlaringiz uchundir. Mening qilgan amalimga har qanday foyda va ziyon bo'lsa, unga sizlarning aloqangiz yo'q va sizlarning qilgan amallaringizga mening daxlim yo'q. Mufassirlarning fikricha bu oyat qital jihod oyati bilan mansux bo'lgandir. Kofirlardan shunday zotlar kimsalar borki, sen Qur'on o'qiganda quloq soladilar, lekin quloqlari haq so'zni eshitishdan kardir, haqiqatni fahmlamaydilar. Axir sen so'zingni aqllari olmagan, ya'ni aql yurgizmagan karlarga eshitira olasanmi? Ba'zilari sen tarafga nazar solishadi, lekin haqiqatingni ko'rmaydilar. Sen ko'rlarni agar ular ko'rmasalar ham yo'lga sola olasanmi? Albatta Alloh taolo insonlarga aslo zulm qilmaydi, lekin odamlarning o'zlari o'z nafslariga zulm qilishadi. Alloh taolo barcha xaloyiqni mahshargohga jam qiladigan o'sha kunni yod qil. Ular qabrdan bosh ko'tarib, hayoti dunyoda bir oz vaqt yotgan kabi xayol qilishadi. O'rtalarida ba'zilar ba'zilarni taniydilar, chunki xayol qiladilarki, qavm va qarindoshlardan judo bo'lganlariga ko'p vaqt o'tmagandir. Xudoga ro'baro bo'lishni yolg'on deganlar hidoyat topmay, zalolatga duchor bo'lib ziyon tortadilar. Ey Muhammad alayhissalom, senga shu dunyoda kofirlarga va'da qilgan azobning ba'zilarini ko'rsatsak, ko'rasan va undan ibrat olasan. Yoki sening hayot muddating tugab vafot ettirsak, ularga yetgan azobni oxiratda ko'rasan.
chunki ularning keladigan, qaytadigan joylari bizning huzurimizdadir. Ularning qilmishlariga Allohning o'zi guvohdir. Har bir ummat uchun payg'ambar yuborilishi muqarrardir. Vaqtiki ummatga payg'ambarlar kelsa, bu ummatlarga ikki hol bor: yo tasdiq qilib mu'min bo'lishadi, yo xilof inkor qilib kofir bo'lishadi. Agar xilof qilsalar, payg'ambar bilan ular o'rtalarida adolat bilan hukm qilinadi. Ularga hech qanday zulm qilinmaydi. Kofirlar payg'ambarlarga aytadilarki, agar sizlar rostgo'y bo'lsangizlar, va'da qilgan azoblaringiz qachon bo'ladi? Sen ey Muhammad alayhissalom ularga aytgil: men o'z nafsim zarariga ham, foydasiga ham molik, ya'ni qodir emasman. Magar Xudoning xohlagani bo'ladi. Har bir ummatning halok bo'lishi uchun vaqt muqarrar, aniq tayinlangandir. Vaqtiki muddat tamom bo'lsa, halokat vaqti andak zamon, oz fursat kech ham qolmaydi va andak zamon ilgari oldinroq ham bo'lmaydi. Kofirlarga aytgil: menga aytinglarchi, agar kechasi yo kunduzi azob kelsa, sizlarga hech bir foydasi yo'q. Azobni ilgari tezroq talab qilgan gunohkorlar u azobni qaysi xilda talab qilib shoshilsalar, shoshiltirsalar, talablarga muvofiq azob keladi. So'ngra azob daf bo'lsa, keyin iymon keltirasizlarmi? Endi hozirgi iymon keltirganlaringiz foyda bermaydi. Nega bundan oldin iymon keltirmadingizlar? Balki azobning tezroq kelishiga shoshildingizlar. So'ngra zolimlarga aytiladiki, davomli abadiy azobning mazasini totinglar. Sizlarga bu jazoni kasb qilgan kufrlaringiz uchungina beriladi. Kofirlar sendan so'raydilar: aytchi, Xudoning bizlarni azoblayman degan va'dasi haqmi? Sen aytgil: ha, Parvardigorimga qasamyod qilamanki, albatta haqdir. Lekin sizlar Xudoni ojiz qilib, bu azobni qaytara olmaysizlar. Agar qiyomat kuni har bir zulm qilingan, azobga duchor bo'lgan nafs kishi yer yuzidagi barcha boylik egasi bo'lsa, o'zining azobdan xalos bo'lish uchun o'sha boylikning hammasini fidya berishga tayyor bo'ladi. Lekin u vaqtda evaz, to'lov fidya qabul qilinmaydi. Azobni ko'rgan hollarida qattiq pushaymon bo'ladilar. O'rtalarida adolat bilan hukm qilinadi. Ularga jazo berishda zulm qilinmaydi. Ogoh bo'linglarki, osmonlar va yerdagi ashyolarning hammasi Xudoning mulkidir. Ogoh bo'linglarki, Xudoning barcha va'dalari haqdir. Lekin kofirlar johildirlar, bilmaydilar. Parvardigor o'zi hayot beradi, o'zi o'lim beradi. Hammangiz o'lasizlar va Alloh taolo tarafiga borasizlar. Ey insonlar, sizlarga Xudo tarafidan Qur'on nozil bo'ldi. U Qur'onda sizlar uchun pand va nasihatlar mavjud. Unda dillaringizdagi axloqiy marazlaringizga shifo bordir. Bu Qur'on gumrohlarni hidoyat qilguvchi mu'minlarga rahmatdir. Ey Muhammad alayhissalom, aytgil: bu Qur'on Parvardigorning fazli va marhamatidir. Mu'minlar uning nozil bo'lganiga shukr qilsinlar va unga xursand bo'lsinlar. U Qur'on ularning jam qilgan mollardan yaxshiroqdir. Ey mushriklar, Xudo sizlarga yuborgan pokiza rizqining ba'zilarini harom qilib olasizlar va ba'zisini halol qilib olasizlar. Bunday qilish uchun Xudo sizlarga ruxsat berdimi yo Xudoga tuhmat qilyapsizlarmi? Bu Xudoga tuhmat qiluvchilarning va yolg'on nisbat beruvchilarning o'y-gumonlari qanday? Qiyomat kuni Xudo bular bilan qanday muomala qilishi haqida qanday gumon qilishadi? Albatta Alloh taolo bandalarga marhamatlidir. Ularni darhol azob qilmaydi. Lekin ko'plari Xudoning bu ne'matiga shukr qilmaydilar. Ey Muhammad alayhissalom, sen biror ishga mashg'ul bo'lsang yo Qur'ondan tilovat qilsang yoki sizlar biror amallarni qilishga kirishsangizlar, biz o'sha ishga qasd va niyat qilgan vaqtlaringizda shu amallaringizni bilib turamiz. Ya'ni sizlarning har bir qilgan ishingiz xoh oshkora bo'lsin va xoh maxfiy bizga ma'lumdir. Yerda yo osmonlarda katta yo kichik bir zarra bo'lsin, Parvardigoringdan maxfiy emas.
u narsa lavhul mahfuzda yozilgandir. Ogoh bo'linglarki, qiyomat kuni Xudoning do'stlariga hech qanday xavf xatar yo'q. Ular g'amgin ham bo'lmaydilar. U zotlar kim hamisha iymonlarida davom etib, doimo o'zlarini yomon ishlardan saqlaydilar. Ularga bu dunyoda va oxiratda Xudoning marhamatidan bashorat bor. Xudoning so'zlarida va qilgan va'dalarida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Mana shu buyuk ulug' murodga yetmoqdir. Ey Muhammad alayhissalom, kofirlarning sha'ningga aytgan so'zlari seni g'amgin qilmasin. Alloh taolo oxiri seni kofirlar ustidan g'alaba qildiradi. Chunki hamma g'alaba va ustunlik Xudonikidir. Alloh taolo ularning so'zlarini eshituvchi va hollarini bilguvchi donodir. Ogoh bo'linglarki, osmonlardagi maloikalar va yerdagi insonlar Xudoning bandasi va maxluqidirlar. Bu kofirlar nima uchun Xudoni qo'yib butlarga mutobaat qiladilar, ya'ni ergashadilar va Xudoga ularni sherik qilishadi. Bu kofirlar o'z gumonlaridan boshqaga ergashmaydilar. U zot Parvardigor yotib dam olishlaringiz uchun kechani xalq qildi va tirikchilik qilishlaringiz uchun kunduzni xalq qildi. Albatta kecha va kunduzni xalq qilishda Qur'onni eshitib unga amal qiladigan qavm uchun Xudoning yakka va yagonaligiga dalolat qiladigan dalillar bordir. Ba'zi kofirlar Xudoy taoloning bolasi bordir deb aytadilar. Xudoy taolo o'ziga bola muqarrar qilishdan pokdir. Parvardigor hamma narsadan mustag'ni, ya'ni behojatdir. Osmonlardagi va yerdagi ashyolar Xudoning mulki va maxluqidir. Sizlarning bu da'volaringizga hech qanday hujjat yo'q. Nima uchun Xudo haqida bilmagan narsalaringizni gapiraverasizlar? Ey Muhammad alayhissalom, Xudo sha'niga yolg'on nisbat beradigan guruhlarga aytgil. Ular hargiz najot topmaydilar. Kofirlar bu dunyoda ozgina foydalanadilar, keyin bizning huzurimizga qaytadilar. So'ngra qilgan kufrlarning badaliga qattiq azobning mazasini, ya'ni og'rig'ini tottirurmiz. Ey Muhammad alayhissalom, mushriklarga Nuh alayhissalomning hikoyasini o'qib eshittirgil. Vaqtiki Nuh alayhissalom o'z qavmiga: "Ey qavmim, agar sizlarga mening vujudim, oralaringizda mavjud ekanim va sizlarga Xudoning oyatlari bilan nasihat qilishim og'ir kelgan bo'lsa, bas men Xudoga tavakkul qildim. Qo'llaringizdan kelsa, mening ziddimga yordamchilaringizni jam qilinglar. Kuchli tadbirlar qilinglar. Men to'g'rimda qilgan har qanday tadbiringiz maxfiy qolmasin. Hammasini men tomonga mutavajjih qilinglar. Qo'llaringizdan kelsa, menga muhlat ham bermanglar. Agar mening nasihatlarimdan yuz o'girar bo'lsangizlar, nima sababdan yuz o'girasizlar? Men sizlardan payg'ambarligim uchun haq so'raganim yo'q-ku. Mening ajru savobim Parvardigorga havoladir. Men Xudoning amriga bo'yin sunuvchiman va shunga ma'murman. Bas Nuh alayhissalomning qavmi uni yolg'onchi qilganidan so'ng ularga to'fon balosini yubordik. Nuh alayhissalom va u bilan kemada birga bo'lgan musulmonlarga najot berdik. Kofirlarni halok qilib, musulmonlarni ularning o'rniga qoldirdik. Ey Muhammad alayhissalom, fikrlab nazar qil. Oxir kofirlarning oqibatlari nima bo'ldi? Biz Nuh alayhissalomdan keyin uning qavmiga boshqa payg'ambarlar yubordik. Bu payg'ambarlar qavmiga hujjatlar va mo'jizalar keltirdilar. Lekin ular ilgari qilgan kufr va inkorlarni davom ettirdilar. Shunga o'xshash haddan tajovuz qilganlarning dillariga muhr bosamiz. Bu payg'ambarlardan so'ng Musa alayhissalom bilan Harun alayhissalomni Fir'avn qavmiga hujjat va mo'jizalar bilan yubordik. Bas ular sarkashlik qilib gunohkor qavm bo'ldilar. Vaqtiki bizning tarafimizdan haq dalil, mo'jizalar kelganida bu ochiq jodugarlikdir dedilar. Musa alayhissalom qavmiga aytdiki: Xudo tarafidan haq din va mo'jizalar kelsa, jodugarlik deysizlarmi? Bu jodugarlikmi?
Jodugarlar Xudoning azobidan hargiz najot topmaydilar-ku. Kofirlar aytdilar-ki, sen bizning ota-bobomizdan qolgan dindan man qilgani keldingmi? Sening maqsading shuki, bizni yo'q qilib ikkoving akang Harun bilan yer yuziga hukmron bo'lmoqchisizlar. Biz sizlarga ishonmaymiz va so'zlaringizni tasdiq qilmaymiz. Fir'avn qavmiga aytdiki, mening oldimga barcha ilmli jodugarlarni olib kelinglar. Vaqtiki jodugarlar Musa alayhissalomga muqobala qilish uchun kelganlarida, Musa alayhissalom jodugarlarga aytdi: o'rtaga tashlaydigan aso sehrlaringizni tashlanglar. Vaqtiki jodugarlar jodularni tashladilar. Hazrati Musa aytdiki, mana shu qilgan ishlaring sehrdir. Albatta Alloh taolo sehrlaringni botil qilur. Alloh taolo fasod qiluvchilarning ishini durust qilmaydi. Agarchi kofirlar xohlamasalar ham, Alloh taolo o'z farmoni bilan haqni sobit qiladi. Musa alayhissalomga Fir'avn qavmining azob berishidan qo'rqsalar ham, Bani Isroildan faqat ozginalari iymon keltirdilar xolos. Chunki Fir'avn yer yuzida hukmron va g'olib edi va u haddan oshguvchilardan edi. Musa alayhissalom iymon keltirgan o'z qavmiga aytdiki, agar Xudoga ishongan bo'lsangizlar va iymon keltirgan bo'lsangizlar, Xudoning o'ziga tavakkul qilinglar. Bas mu'minlar aytdilarki, Xudoga tavakkul qildik. Ey Parvardigoro, bizni bu zolim qavmning qo'liga topshirmagil. Chunki ular azob beradilar. Bizga o'z fazl va marhamating bilan bu kofir qavmdan najot ber. Musa va uning birodariga vahiy yuborib amr qildik. Qavming Misrda yashash uchun uylar quringlar. Ibodat qilish uchun uylaringizni Ka'ba tarafiga muqobil qilib bino qilinglar. Namozni ado etinglar. Mo'minlarga endi zolimlardan najot topdingizlar deb bashorat bergil. Musa alayhissalom duo qilib aytdiki, ey Parvardigor, Fir'avn va uning qavmiga dunyoning boylik va ziynatlarini berding. Toki olam ahlini sening yo'lingdan gumroh qilish uchun hayotlarida mollar berding. Ey Parvardigor, ularning mol dunyolarini yo'q qilgil va dillariga muhr bosgil. Ular to sening alamli azobingni ko'rmagunlaricha iymon keltirmaslar. Alloh taolo aytdi: ikkovingizning duolaringiz mustajob bo'ldi. Ikkovingiz o'z vazifalaringizda mustahkam turinglar. Hargiz bu johillarning yo'lidan yurmanglar. Bani Isroilga najot berib daryo dengizdan o'tkazdik. Fir'avn esa lashkarlari bilan Bani Isroilga azob berish va o'ldirish uchun orqalaridan quvlab keldi. Lashkari bilan dengizga kirdi. Vaqtiki dengiz ularni g'arq qila boshladi. Fir'avn g'arq bo'lish holatida bir Xudodan boshqa ma'bud yo'qdir. Men Bani Isroil iymon keltirgan Xudoni tasdiq qildim. Unga iymon keltirdim. Men Xudoga inqiyod qiluvchilardanman. Bo'yin sunuvchilardanman deb aytdi. Shunda Allohning amri bilan Jabroil alayhissalom zohir bo'lib, Fir'avnning javobiga aytdiki, endi iymon keltirasanmi? Ilgari sarkashlik qilgan eding. Endi hayotingdan umiding uzilganidan keyin keltirgan iymoning foyda bermaydi. Bu kun sening badaningga, ya'ni jasadingga najot beramiz. Jasadingni zohir qilamiz, qutqaramiz, toki sendan keyin qolganlarga ibrat bo'lsin. Chunki ko'p odamlar bizning qudratimiz nishonalaridan g'ofildirlar. Bani Isroilni yaxshi barakotli joylar, manzillarga joylashtirdik. Pokiza rizqlardan muqarrar qildik. To Tavrotning ilmi hosil bo'lmaguncha, ya'ni Tavrot nozil bo'lmaguncha ularning o'rtalarida ixtilof paydo bo'lmadi. Albatta Parvardigoring qiyomat kuni ularning o'rtalaridagi ixtilof to'g'risida hukm qiladi. Bas agar senga nozil qilingan payg'ambarlar hikoyasida shak qilgan bo'lsang, o'zingdan avvalgi kitoblarni o'qigan ahli kitoblardan so'ra. Senga haqni bayon qiluvchi Qur'on Xudo tarafidan kelgandir. Bizning oyatimizga shak keltiruvchi, uni yolg'on deydiganlardan bo'lmagilki, ziyonkorlardan bo'lib qolasan.
sha'nlariga Xudoning azob qilish hukmi sobit bo'lgan u kofir guruhlar garchi ularga hamma nishonalar va mo'jizalar kelsa ham to alamli azobni ko'rmaguncha iymon keltirmaydilar. Iymon keltirmasliklarini Xudo o'zining ilmi qadimiysi, azaliysi bilan bilgandir. Hech bir ahli qishloq shaharlarga azobni muoyana ko'rgan, ya'ni azob alomatlarini ko'rgan vaqtlarda keltirgan iymonlari ularga manfaat bermadi. Magar Yunus alayhissalomning qavmi azobni muoyana ko'rdi, iymon keltirdi va bu iymonlari ularga manfaat yetkazdi. Vaqtiki Yunus alayhissalomning qavmi iymon keltirganida biz ulardan bu dunyoda xor qilguvchi azobni ko'tardik va ularga to ajallari yetguncha dunyodan foyda olishga muhlat berdik. Agar Parvardigoring xohlasa edi, yer yuzidagi hamma inson iymon keltirgan bo'lardi. Lekin Xudoning irodasi bunga ta'lluq topgani yo'q. Iymon keltirish sening irodangga bog'liq emas. Axir sen xalqni iymon keltirishga majbur qilasanmi? Chunki hech bir nafs o'zicha iymon keltirmaydi, magar Xudoning amri, izni bilan iymon keltiradi. Alloh o'z oyatlari haqida fikr qilmagan odamlarga muqarrar azob beradi. Ey Muhammad alayhissalom, mushriklarga aytgil: Ey mushriklar, osmonlar va yerlarga nazar qilinglar. Ularda qanday alomatlar borligini ko'rasizlar. Lekin iymon keltirmagan guruhlarga Parvardigorning bu oyatlari hech qanday manfaat yetkazmaydi. Payg'ambarlarning pandu nasihatlari ham foyda bermaydi. Bu mushriklar o'tgan qavmlarning halok qilingan kunlari boshlariga tushishini kutadilar. Aytgil ey Muhammad alayhissalom, o'tgan qavmlarning azobiga intizor bo'lib turinglar. Men ham sizlar bilan muntazir bo'lib turguvchilardanman. U qavmlar halok bo'lganidan so'ng payg'ambarlarga va mu'minlarga najot bergan edik. Shunga o'xshash mu'minlarga ham najot berishimiz haqdir. Ayt ey Muhammad alayhissalom, ey Makka ahli, agar sizlar mening dinimga shak qilgan bo'lsangizlar, men sizlar sig'inib turgan butlarga ibodat qilmayman. Ammo men faqat sizlarni o'ldiradigan, joningizni oladigan Parvardigor zotiga ibodat qilaman. Men Xudoga iymon keltirishga u tomonidan ma'murdirman, ya'ni amr etilganman va Xudo menga botil dinlarga moyil bo'lmasdan islom dinini barpo qil va mushriklardan bo'lma deb amr qilgan. Va menga yana shunday amr qilganki, senga manfaat va zarar yetkazishga qodir bo'lmagan butlarga ibodat qilma. Agar bilfaraz mabodo ibodat qilsang, u holda zolimlardan bo'lib qolasan. Agar Xudoy taolo senga biror ranj va mashaqqat yetkazsa, uni Xudodan boshqa hech kim daf qila olmaydi. Agar Xudoy taolo senga biror ne'mat ato qilishni iroda qilsa, Xudoning bu fazlini hech kim rad qila olmaydi va o'z ne'matini xohlagan bandasiga beradi. Alloh taolo kechirguvchi va mehribondir. Ey Muhammad alayhissalom, xalqlarga aytgilki: Ey insonlar, Parvardigoringiz tarafidan haq din va Qur'on keldi. Bas kimki iymon keltirib hidoyat topsa, o'z nafsining foydasigadir va har kimki gumroh bo'lsa, zalolatining zarari ham o'z nafsiga, ya'ni o'zigadir. Men sizlarga vakil, ustingizda posbon emasman. Sizlarning ishlaringiz mening qo'limda emas. Ey Muhammad alayhissalom, sen biz yuborgan vahiyga tobe bo'l. To Xudoy taolo hukm qilguncha kofirlarning aziyatiga sabr qil. Alloh taolo hukm qilguvchilarning eng afzalidir.